IELTS writing task 1, body 1 and body 2 for maps. Bugun asosiy e'tiborimiz maplarda, ya'ni xaritalarga body 1 bilan body 2 yozishni o'rganamiz. Xo'p, bundan oldin qisqacha introduction overviewni tezroq takrorlayveramiz. Demak, bizada shunaqa nima bor edi? Struktura bor edi. Introduction yozayotgan mahal. Birinchi aytardik the maps deb ketardik. The maps ko'rsatadi, shows how bilan deymiz, nimadir o'zgargani. Bu yerda nima o'zgaryapti? Science Park degan bitta park bor ekan. How deymiz, o'sha nuqtada Science Park demak developed, rivojlandi. Keyin bizada ikkita yo'l bor edi. Agar bizada ikki tomonda ham ikkita yil bo'lganda from to yoki between strukturasini qo'yardik. Agar hozir bo'lsa since qo'yardik. Since 2008. 2008-yildan beri qanday qilib o'zgarganini ko'rsatadi. Bizada qolib, mana shu faqat nimalik today bilan 2008 bo'lsa, bitta mana shu bo'ladi, faqat yil bilan joy o'zgaradi. Keyin over yozayotgan mahalda birinchi navbatda nima qilardik? Qanday o'zgargan? Bizada uchta shkala bor edi, ya'ni medium, small, hard, ya'ni dramatic. Qanday o'zgargan? Xo'p, ko'ramiz. Oldin mana bu yerda bog' bor edi, research and development o'zgardi. Office bor edi, redaction bor edi, reception olib tashlabdi, university hub qurilibdi. Business unit qolibdi, car park o'zgartirilibdi. Chetga o'zgarish bo'lgan. Dramatic deb ketamiz. Demak, overall there was derdik. Endi bu dramatic o'zgarish bo'lgan. Chunki zo'r o'zgarishlar bo'lgan. O'shanday holatlarga dramatic change deymiz. In the development of derdik. Development of nimani? Science Park, shunchaki park deb ketsa bo'ladi. Development Park. Endi particular deb ketardik. Ayniqsa particularly qayerda o'zgarish bo'lgan? Qayerda? Masalan, asosiy ko'zga ko'rinadiganlari nimalarda o'zgarish bo'lgan? Yo'llarda. Mana bu nima qurilgan? Mana bu cycle pass qurilibdi. Qarasang, mana bu nuqta mana bular oldin yo'q edi, qurilgan. Yo'q, u qurilgan demaymiz, yo'q. Bu yerda IT centerda va yana bu yerda yo'q bo'lgan. Mana bu nima edi? Mana bu nima? Grassland. Ayniqsa Grasslandda o'zgarish bo'lgan. Nima uchun? Chunki u yo'qolib ketgan. Oldin Grassland bor, bu yerda yo'q, bu yerda bor, bu yerda yo'q. Zo'r o'zgarish bo'lgan. Particular bitta narsa yozasizlar faqat. Particular deganda. In Grasslandda o'zgarish bo'lgan. Endi bizda ikkita yo'l, ikki xil narsa yozishimiz kerak. Yo o'zgardi, yo yo'qoldi, o'shanaqa narsani yozishimiz kerak. Endi aytamiz, it is also worth mentioning deb, yana aytishimiz loyiqki, mentioning that deymiz. Xo'p, nimani aytishimiz mumkin? Nimalar birinchi almashtirildi, demak. Almashtirilganlari Grassland yozmaymiz, tepada yozdik, ma'lumot yana bor. Daraxtlar qanday bo'lgan? Qaysi? Reception yana nima yo'qolgan? Ikkita narsa bir xil yo'qolishi kerak. Reception yo'qolgan, IT center o'zgartirilgan. Qarang, IT center reception yo'qolgan. Reception ham o'zgartirilgan. Qarang, University Hub. Aytamiz, reception and IT center o'zgartirildi. University Hubga va Innovation Centerga respectively. Okay, buni oxirida yozamiz, respectively chiroy chiqadi. Boshida yana bitta narsa bo'ladi. Pastroqqa tushamiz. Nimalar qo'shilgan yangi? Search and development qo'shilgan. Yo'q, ular juda ham mayda. Bitta ko'zga ko'rganda men mana bunaqa, cycle pass demak, nimalar yangi ochilgan? Cycle pass bilan demak, cycle pass yana qaysi? Mana bu cyber security nima bo'lgan? Kengaytirilgan. Oldin research and development degan nima qurilgan? Yo'q, almashtirilgan. Demak, aytamiz, nimalar qurilgan? Xo'p. Nima dedim? Cycle pass qurilibdi, ya'ni introduced, ya'ni tanishtirilibdi va bular o'zgartirilibdi. It's also worth mentioning that, demak, new qarang, yangi deb ketsa bo'ladi. New cycle pass was introduced, tanishtirilibdi. While deb ketamiz, endi mana bular o'zgartirildi deymiz. While reception University Hubga IT Center, Innovation Centerga o'zgartirilibdi.
Ikkalasi ham bitta dedim. While demak tepadan boshlaymiz. Reception qaranglar, respectively qo'yamiz. Demak, ikkita egani birdan yozamiz. Reception and IT center, IT katta harflar, IT center demak nima bo'libdi? Center almashtirilibdi, o'zgartirilibdi. Bu made into boradi, o'zgartirilibdi. Made into. Birinchi reception in university hub o'zgartirilgan. University hub and nimaga innovation bu IT center endi innovation o'zgartirilgan. Innovation demak innovation center respectively. Mapda ham qo'llasa bo'ladi respectively, chunki ikkalasi ham bir xil o'zgaryapti va ikki joyga o'zgaryapti. Struktura shunaqa bo'ladi. Demak, qayeri o'zgaradi? Overall bo'ladi. There was a dramatic change in the development of bu dramatic almashadi. Masalan, o'rtacha o'sish bo'lishi mumkin yoki umuman biroz. Va it's also worth mentioning that tam turadi. Aytish lozimki, nimadir nima bo'libdi, keyin nimalardir nima bo'libdi. Bu ham almashib turadi. Buni o'tgan darsda yaxshi o'rgandik. Endi bu asosiy e'tiborimiz body 1 bilan body 2 xo'p hisoblanadi. Demak, body 1 bilan body 2 ni qanday boshlaymiz? O'zi aslida eng oson yo'li va tavsiya berilgan yo'li birinchi body 1 da 2008-yil tasvirlaymiz. To'lig'ami, o'rtacha tasvirlaymiz. Keyin qanday o'zgarganligini tasvirlasak bo'ladi. Iloji boricha guruh bo'lib tasvirlash lozim, chunki bo'lmasa gap ko'payib ketadi. Shunchaki eng oson yo'li body 1 boshlovchi so'zi bu shunchaki in 2008. Okay. Demak, 2008-yilda ketdi. 2008-yilda deymiz, nimalar bo'libdi? Tepadan pastga qaraymiz. Bizda ta'sirlashda ikkita narsa bor. Nimaligini aytamiz, qayerdaligini aytamiz. Bo'ldi. Demak, binoni yuqori, ya'ni shimoli, g'arbi bu taraf mana aytib o'tibdi. Shimoli g'arb tarafida grassland bor edi. Birinchi oddiy gap bilan boshlaymiz. Demak, bor edi, there was bilan zo'r ketadi. There was grassland. Grassland bor edi. Qayerda? In the north. Shimoli bitta, shimoli degan uchun mana virgul ishlatiladi. Shimoli north west tomoni degan side of the science park. Science park deb aralashtirib ketamiz. Science park shimoli sharqida grassland bor edi. Birinchi nima bitta boshladi. Endi guruhlaymiz. Uni yonida daraxtchat emas. Office center demak. Uni qarama-qarshisida deymiz. Office center va office va nima bor edi? Joylashgan qaraylik. Birinchi bor edi, endi joylashgan deymiz. Uni qarama-qarshisida office va reception joylashgan. Demak, qarama-qarshisida on the opposite. In the opposite. Hop, bila olaydi, qaysi bir? On the opposite yoki in the opposite? Sorry, birinchi. In the opposite in bo'ladi fikrimcha. In the opposite demak, qarama-qarshisida in the opposite. Okay, opposite. On the opposite. Yeah. On the opposite. In the opposite degan. In the opposite direction. On the opposite bit qarama-qarshi. Ikkita tomonda mayli nima degan? On degan shuncha on ishlatamiz. Xo'p. On the opposite demak, qarama-qarshisida demak, opposite demak of it demak. U nima? Grassland. Mana bu grassland. Men yana yozmayapman. Grasslandning qarama-qarshisida joylashgan demayapman. Uning deyapman. On the opposite of it demak. Virgul demak, office and nima? Offices and receptions joylashgan degani were located. Demak,
joylashgan. Buni qarama-qarshi shu ikkalasi joylashgan. Demak, endi pastga o'tamiz. Demak, pastda nima bor? Pastda demak, business units bor. Xo'p, va business market demak. Bitta aytamiz. Demak, nimani parkni markazda nima joylashgan? Car park joylashgan va atrofida nima bor? Bu atrofda mana virgul nimalar chiziqlar bu nima bo'lsa kerak? Cycle path emas. Bu shunchaki chiziq bo'lsa kerak, yo boshqa ma'nosi bormikan? Path bor ekan. Mana bu chiziqlar path. Demak, binoni nima park markazida car park bor ekan va atrofda path bilan qoplanib. Demak, also deb deymiz. Also demak, yana also demak, moreover ga ishlatamiz. Demak, there was a car park. Qayerda? In the center of the park. Demak, bilan demak, with demak, pass around it. Nima degani? Atrofda parklar bilan, atrofda pazlar bilan, centerda on the heart. Qaranglar. Hamda zo'r so'z bor. Yuragi on the heart of the in the heart of degan narsa bor. In the heart. Yuragida. Xuddi u center bilan sinonim bo'ladi. Ko'rdim. The heart of the park desak ham, bu heart yurak va markazda ham deb kelaveradi. Esda qolinglar. Markaz aytmoqchi bo'lsang, heart deb ketsak ham bo'ladi. Joylashgan endi. Xo'p, qaranglar. Bor degan narsa biz ikkita xilni o'rgandik. Birinchisi there was. Demak, zero masalan bu tomonda, masalan bu qayer? Shimol, janubiy, bu tomon east, sharqiy. Janubiy sharqiy tomonda cyber security bor. Bu mana biz there was bilan beradi. Ikkinchisi demak, birinchi joyni aytamiz. Masalan, masalan nima desa bo'ladi? In the south east side, masalan in the shu joyda joylashgan. In the masalan south demak east demak side tomonda masalan nima bor? Cyber security joylashgan. Cyber security demak was located. Bilan mana bu ham bir xil, masalan bu ham bir xil. There was cyber shu ikkita struktura, uchta strukturasi tasvirlashdi, o'rganib olsak bo'ladi. Security demak in the there was cyber security demak in the south east side. So south east side'da cyber security bor. Tushundikmi? Ikkalasi ham. Bu bor degani, ikkalasi ham bir xil narsa, faqat ikki xil struktura. Birinchisi bu holatda joyni aytamiz, qayerda? O'rtada, chapda, o'ngda. Shu narsa located, joylashgan. Ikkinchisi shunchaki bor, zervasi shu bor. O'sha holatlarda ishlatamiz. Qaysi qoldi? Cyber security qaranglar. Mana shuni aytaman, bu file bilan bog'lab ketamiz. Qaranglar, mana buni. Aytdik-ku, in south side shular joylashgan. Sorry. Biz aytdik, shahar markazida shu joylashgan. Yana va shaharni, parkni janubiy est tomonlarda bu joylashgan deyishimiz uchun bitta virgul qo'yamizda, while deb ketamiz. Gar shunga qaramasa, while in the deymiz, while in the south east side cyber security was located. While bilan bog'lab ketdik. Va oxirgisi mana IT center qolibdi. IT center daraxtlar aytib ketamizmi? Daraxtlar. Woodland daraxt emas ekan bu. Woodland degan mana bu. Qaranglar. Qarang. Bu yerda zo'r struktura bor. Bu ham hozir biz zervasini ishlatdik, buni ishlatdik. Oxirgi struktura bu masalan bu ham xuddi shunaqa o'xshaydi, faqat qoplangan deymiz. Demak, shahar parkning
shimoli, mana buni aytaman. Shaharning janubi, west tomoni woodland bilan qoplangan deydi. Qanaqa bo'ladi? Demak, shaharning demak on the demak south demak west yoki on the bo'lmaydi. Birdan south west demak south west side of the park demak tomoni demak qoplangan was demak occupied bo'ladi. Occupied with by shekilli. Occupied by nima tomonidan? Woodland tomonidan. Woodland ya'ni bor degani qoplangan, demak. Woodland tomonidan qoplangan. Biz endi IT centerni ham aytib o'tishimiz kerak. Aytib o'tishdan oldin agar bitta narsani aytdik, uni yonida biror narsa joylashgan bo'lsa, birdaniga mana bu neighboring deb ketsak bo'ladi. Neighboring demak IT center deb ketsak bo'ladi. Agar o'zbekchasi qanaqa demak yonida IT center joylashgan bilan teng. Demak, birovni aytdik, shu tomon, shu parkni, masalan, qaysidir joyni shu tomon qoplangan neighboring IT center yoki mana buni nima desak, xo'p, qaysini? Mana buni aytsak bo'ladi. Masalan, shaharning shimoli west tomoni qoplangan neighboring business units deb ketsa ham bo'ladi. Ya'ni business units yonida joylashgan, ya'ni qo'shnisi business units bilan teng hisoblanadi. Xuddi shu struktura endi bunga keyingisiga ishlatamiz. Muhim hozir biz 3 ta strukturani o'rgandik, tashlashga. Mayli, hammasini tashlay olmadik, to'g'ri. Mana business unitslar qolib ketdi, lekin hech narsa qilmaydi. Demak, endi asosiy tashlash qiyin emas. Endi asosiy qismiga keldik. Bular o'zgardimi yoki nima? Body'da o'zgarganini aytdi. Body'da ikkinchisi albatta o'zgargan. Body'ni boshlashdan oldin past perfect strukturani qo'llaymiz. Ya'ni by deymiz. Holatda gacha. By today, hozirgacha yoki by hozirgacha, demak, park juda ham katta o'zgarishlarni ko'rdi degan gap kerak. Birinchi boshlab olishimiz kerak. Qaranglar, qani qarab oldik. Demak, Science Park deymiz, demak, o'zgarishlarni boshdan kechirdi degani has undergo degani, qaranglar, mana undergo o'zi boshdan kechirmoq. Agar bu holatda underwent bo'ladi. Has undergone. Had undergone. Boshdan kechirdi. Demak, qanaqa o'zgarishlarni? Big changes. Juda ko'p o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Endi o'zgarishlarni yozamiz. Ketdik. Tepadan boshlaymiz, demak. Grassland Research and Development o'zgaribdi. Ammo bu reception, uni yonidagi reception University Hub o'zgaribdi. Demak, birinchisi o'zgaribdi. Hozir made intoni ishlatdik, yangi sinonimlarni o'rganamiz. Demak, research, demak, grassland demak, grassland o'zgaribdi, almashtirilibdi. Bu qarasak, o'tgan darsda ham bor, ya'ni convert degan bitta so'z bor. Xo'p, convert tarjimasi, ya'ni almashtirilgan. Everything mavzuda bor. Bizda mana shu so'zlarni hozir ko'proq ishlashga harakat qilamiz. Demak, bizda nima kerak? Agar expand bo'lsa, u kengaygan bo'lsa, mana bu so'zni ishlatamiz. Olib tashlangan bo'lsa bu, qo'shilgan bo'lsa bu, o'zgartirgan bo'lsa bu. Demak, bizga birinchi so'z converted bor ekan, ya'ni o'zgargan. Qanday bo'ladi? Grassland, demak, grassland demak, grassland, demak, birdaniga respectively ketamiz. Grassland ham o'zgargan, reception ham. Grassland and demak, reception where demak converted dan keyin to keladi, ga degani. Converted to nimaga? Birinchi grassland research and development o'zgardi. Research and development and deymiz. Bu and o'ziniki, and undan keyingisi and reception university o'zgardi.
city hubga o'zgartirilibdi. At present deb kelsak. At present deb kelsak bo'ladi. Hozirda o'zgargan. Xo'p, by converted to o'rgandik. Endi nima qoldi? Bitta in respective order deb ketamiz. In respective order, demak, bu bunga o'zgargan, reception esa university hubga o'zgargan. Endi nima qilamiz? Bitta o'zgarganni yozdik. Pastga o'qsak, business unit bilan nima qolib o'zgarmagan? Qaranglar, office o'zgarmagan. Salda aktivroq bo'lamiz. Xo'p, also bundan tashqari, moreover ketamiz. Moreover business and demak business units. O business unitsda qayerdaligini aytmadi, shuning uchun bitta aytib ketamiz. Qayerda? Qayerda business units? In the o'rtamas. Mana bu west tomonda. In the west, ya'ni westdagi business units and qaysi? Offices demak office tepada-ku. In the north demak tegilmadi. Remained untouched. Man o'zgarmadi. Pastroqqa tushsak, xo'p, nima qoldi? Hozir car park demak, mana bu grassland demak car park kichraytirilibdi. Yana nima kichraytirilgan? Qaranglar, mana bu zo'r o'xshash bo'ladi. Car park kichraytirilibdi, nima kengaytirilibdi? Cyber security kengaytirilibdi. O'shani aytamiz, demak. Remain untouched. Whiles bilan bo'lib ketadi, demak. The car park demak kichraytirilibdi. Has shortened. Has been was shortened. Short o'zi kaltida, agar shortened bo'lsa, shortened o'zi kichraytirmoq. Car park shortened demak whiles yaxshi demak cyber security demak cyber security demak nima qilibdi? Kengaytiribdi. Mana bu yerda kengaytirmoq enlarged, expanded bor. Biz enlarged qo'yamiz. Demak cyber security was demak enlarged. Kengaytiribdi. Yana nima qoldi? Mana bu yo'llarni oldida, demak, mana bu yo'l borku, roadlarning oldida nima qurilgan? Mana bu cycle pass qurilibdi. Cycle pass qurilibdi. O'shani aytamiz. Keyin bitta mana bu station bilan, qarang, bu yerda station yo'q edi, qurilibdi. Keyin bu yerda bus stop yo'q edi, o'sha tanishtirilibdi deb kelsak yetadi. Yana ikkita gap qoldi. Demak, yangi yo'l qurilibdi. Introduced qo'ydik. Endi yangi so'z demak constructed demak construct qo'yamiz. Demak yangi qurilgan, ya'ni yangi qurilgan newly built bo'ladi. Yangi qurilgan demak cycle pass qurilibdi. Was constructed qurilibdi. Qayerda? Yonida, mana bu yo'lning yonida demak near the road. Yo'lning yonida qurilibdi. Mana oldiga qiziqarlisi shu yoki nima desa bo'ladi, qo'shimchasiga, masalan additionally deb desa bo'ladi. Orasida bitta mana qo'yib ketinglar. Additionally deb mana bu kichkina. So newly built yangi qurilgan pass demak qurilibdi nimada? Yo'lning yonida va oxirgisi lastly deymiz. Oxirida nima bo'pti? Mana bu nimani tepasida mana bu nima? Chiziqcha, mana to'liq chizilgan qora-qoracha mana. Railwayning ustiga station qurilibdi va mana bu chap mana bu tomonda bus station qurilgan.
Lastly, demak, demak station qurilibdi. Was introduced, demak. Was introduced, demak. Tepasida, demak, ustiga up nima bo'ladi? Railwayni yonida. Mana ustida nima? In the on the deylik. On degan ustida. On the railway. Railway qayerda joylashgan? Pastda, to'g'rimi? In the south. South'dagi, demak, railwayda qurilibdi yangi station. Where and, demak, whilst ishlati where's garchi, demak, mana bu tomonda S tomonda yangi bus stop qurilibdi. Where's, demak, new bus stop mana qurilibdi, qo'shilibdi. Was added deb kelsa ham bo'ladi. Was added in the S. S-da nima bo'libdi? Yangi nima qurilibdi? Hozir qurilibdi degan narsaga bizda 3 ta so'z bo'ldi. Birinchi constructed ko'rdik va introduce va add. Uchalasi ham qurilibdi degani. Xo'p, nima bo'ldi? Iloji boricha mana bu so'zlarni qo'shishga harakat qildik. Hammasini taslashatmiz. Bitta hozir nima qoldi? IT center qolib ketdi. Mana bu ham o'zgarmabdi. Ya'ni Woodland ham o'zgarmagan. Shuni qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni moreover nima? Business in the west and office in the north. Demak, and masalan Woodland remained untouched. O'zgarmagan. Bitta IT center, innovation center o'zgargani yozmadik bo'ldi. Demak, xuddi strukturalarni birinchi qarab oldik. Endi yaxshi keyin ishlatishga harakat qilamiz bunisi orqali. Demak, 3 talik. Xo'p, 3 talik qanaqa bo'ladi? Bizda albatta 3 ta yil bo'ladi. Demak, birinchisi plan aytadi. The plan below shows how the ground floor of a particular building has changed over the time. Ground floor, ground o'zi yer. Amerika inglizlarda bilasizlar, ground floor bu birinchi qavat. Okay? First floor ikkinchi qavat ketaveradi. Ayniq bitta binoning ground floor birinchi qavat qanday o'zgarganligini ko'rsatgan over time yillar mobaynida. 1958-1984-yilda u office bo'lgan, yaxshilab ko'ryapsizmi? Office bo'lgan. Keyin nimaga apartment turar joyga o'zgartirilibdi va oxiri flower shop do'konga o'zgartirilibdi 2001-yildan hozirgacha. Biroz qiyinroq, lekin o'rgansa bo'ladi. Demak, introduction yoshdan boshlaymiz. Bizda aniq yil bor. The maps ketdik. The maps shows qarang, how. Agar sizlarga aytdim, agar bino yoki narsa bo'lsa, infrastructure degan so'z bor edi. Ya'ni tashqi ishki tuzilma, o'shani aytamiz. How the infrastructure of, demak, ground floor degan of the ground floor qavat of a particular degan aynan bitta, certain degan bitta so'z bor. Bu ham aynan bir degan. Of a certain building. Mana bu how'da ishlatdim, endi bu yerda developdan qolibdi. Developdan bo'lish kerak. Developed. Hop. Develop. Yani change'dan qilish mumkin, develop yaxshiroq ketadi. Develop nimaligini yozdik. Bizga endi ikkita yo'l bor. Agar ikkita yil berilsa, masalan 1958 dan 2001 gacha desak, between tushadi. Lekin oxirini qaranglar, bu present. Hozirgacha. Since ishlatamiz. Since qachon boshlangan? 1958-yil boshlandi. Since 1958-yil. Bo'ldimi? 1958-yildan map show bo'ladi so'ra.
Okay. Qaraymiz. Endi buni introduction Oriusda qanaqa bo'ladi? Oriusda rostdan ham o'zi juda ham o'zgarib ketgan, buni bittada aytsa bo'ladi, 3 xil bino bo'lib ketgan-ku. Shuning uchun buni dramatik deb uramiz. Overall yoki in general, demak, there was a dramatic change in the development of a particular building yoki of a ground floor. Bu yerda qaranglar, butun boshli bino o'zgarmayapti, faqatgina birinchi qavat o'zgaryapti. O'shanga e'tibor beringlar. Birinchi qavatida ko'p o'zgarish bo'ldi deymiz. Dramatic change in the development of the ground floor. Ground floorda ayni o'zgarish bo'ldi. Endi ayniqsa nimasi o'zgarish bo'ldi? Topib turinglar menga. Ayniqsa qayerda o'zgarish bo'lgan? Particularly in eng ayniqsa albatta nomida o'zgarish bo'lganda, ya'ni birinchi ofis bo'lib, ism bo'lib, shuni hozir nomida deb ketsak yoki uning on its name. Okay. Particularly in its name. Ya'ni ismida demak o'zgarish bo'lgan, ya'ni boshida u ofis bo'lgan, u bo'lgan. And it's also worth mentioning that aytib o'tishimizki, demak, ikkita aytishimiz kerak. O'zgartdim. Demak, tepadan boshlaymiz. Meeting room living roomga bir katta bo'lib, bir juda kichrayib ketgan va meeting room gift cardga o'zgargan. Kitchen mana bizga bitta zo'r so'z. Kitchen o'zgarmagan. Zo'r. Demak, aytamiz, nima o'zgarmadi? Assistant office umuman olib tashlanib va o'rniga flower bo'lib ketdi. Flower ya'ni gullar qo'yilibdi. Secretary office yo'q. Bitta katta ofisga o'zgargan va toilet o'zgargan. Kitchen turibdi. Manager office bedroom o'zgargan, office o'zgartirilgan. Va reception area yo'q. Hamma yer demak bitta kitchen o'zgarmagan. Yana bitta narsa aytishimiz lozim. Ko'plar demak binolar olib tashlangan deylik. Masalan, assistant office bilan secretary office olib tashlangan. Bu yerda ham olib tashlangan, bu yerda ham olib tashlangan. Bo'ladimi? Boshqasi har xil, chunki bu bunga o'zgargan. Umumiy olishimiz kerak, keyin chuqurroq kiramiz. It's also worth mentioning that demak demak the kitchen o'zgarmagan, remained untouched while demak assistant bu ham nima bo'lmagan, olib tashlamagan, aslida ofisga birlashtirib qo'yilgan. Bu ikkalasi keyinroq. Flower uchun joy ajratgan. Assistant office demak assistant and secretary ikkasini bir qilib qo'yapman. Secretary nima? Office kotiba, assistant yordamchi. Assistant va buning ofisi, assistants and secretaries ofisi demak olib tashlangan. Olib tashlamoq bu nima edi? Removed yoki demolished. Removed yaxshi. Was demak removed demak olib tashlandi. Yillar mobaynida over the time frame bor, ya'ni time frame yillar mobaynida demak olib tashlanibdi. Demak o'sha an'anaga sodiq qoldik. It's also worth mentioning dedik va shunchagacha yozdik. And nimadir while bilan bog'lab nimadir o'zgardi. Bu holatda biroz qiyin, shuning uchun umumiy oldik. Endi buni ham nima qilamiz? Albatta buni birinchi uchta badiiy yo'q, ikkita yetar. Faqat endi
in the remaining periods deymiz, ya'ni keyin buni aytamiz. Keyingi yillarda deb ikkalasini qo'shib ketamiz, chunki juda ko'p bo'lib ketadi. Birinchi, bunda bitta yil yo'q. Yillar orasida deymiz. Demak, between 1958 shuni mana bunaqa 58 deb yozib ketsam bo'ladimi? Lekin mana bu ko'p ko'rsalaring 1958 dan 60-yillar deydi-ku. O'shanda mana bunaqa virgul qo'yib buni yozadi, lekin u speakingda chet tilda ko'rsalang shunaqa yozadi, lekin aslida buni yozish kerak. 1958-1984-yillar orasida nima deymiz? Birinchi shoshib ketmanglar, birinchi ismiga e'tibor beringlar. Demak, o'sha ground floor office sifatida ishlatilgan. Qanday deb aytamiz boshida. Nima uchun buni yozdim? Endi bo'ladi. Demak, the ground floor, demak, ground floor ishlatilgan. Was used for, demak, office. Office uchun ishlatilgan. Ketdi, birinchi ismni aytdik. Endi chuqurroq detallashtiramiz. Demak, binoni demak qarama-qarshisida, demak, binoni shimoliy emas, yuqori qaranglar. Agar aytgan sizga degan mana bunaqa bersa, xarita bersa, sizlar shimoliy sharqiy deysizlar. Lekin agar berilmagan bo'lsa nima qilamiz? Chap, o'ng, tepa, past bo'ldi. Demak, chap right o'ng, right, left o'ng, tepa, past, top, bottom deb kelsak bo'ladi. Mana shu narsani ishlatamiz. Demak, aytamiz, meeting roomdan boshlasak, demak, yuqori top left, ya'ni top left side'ida meeting room joylashgan va uni qarama-qarshisida kitchen joylashgan. Qarama-qarshisida kitchen bor. Demak, there was meeting room bor ekan. In the demak top on the bo'ladi, sorry, on the top left bo'ladi. Top left demak side. Agar shimoliy sharqiy degan holatda chiziqcha bilan yozamiz. L degani chiziqcha. Left side of the floor. Floorni tepasida shunaqa bor. While deymiz. While demak buni qarama-qarshisida while there was yoki the kitchen, birinchi joylashgan deymiz. The kitchen joylashgan, kitchen was located, joylashgan. Demak, on the opposite of it. Buni qarama-qarshisida joylashgan, kitchen joylashgan. Bitta gapda ikkita suratda qoladi. Birinchi there was bilan berdik, keyin nimadir joylashgan dedik. While bilan albatta bog'ladik. Bunaqasi ketdi. Past ko'rsak, uni meeting roomni pastida agar qanday yaxshi bo'ladi, agar bir-biriga bog'lab ketsalaring yanada yaxshi bo'ladi. Ya'ni meeting roomni pastida deymiz, keyin buni tepasida deymiz. Meeting roomni pastida assistant office joylashgan, qo'shnisi nima? Secretary room. Neighboring secretary room deymiz. On the bottom of the meeting roomni pastida demak nima joylashgan? Assistant of demak assistant's office joylashgan. Nimachi? Bitta virgul. Agar neighboring deb ketam, neighboring secretaries room where room assistant office joylashgan qilib ketdi. Was located, joylashgan. Turmaydi.
located neighboring secretary room. Bir-biriga bog'ladik. Endi nima qoldi? Manager office demak. Buni ham while bilan bog'lab ketaylik. Masalan, while deymizda kitchenni pastida nima joylashgan? Katta manager office joylashgan. Endi while emas, endi whereas demak there was katta bo'lsa huge. There is a huge manager office demak. And on the opposite of deymizmi? On the buni pastda demaylik, nimani floorda bu tomon qaysi? O'ng tomonda. On the right side of the floor. Fikrimcha mana shu eng yaxshi yozgan introduction bo'laman. Keyin esa endi past ikkita qoldi. Bunda masalan bottom right, bottom left on the toilet, bottom o'ng tomonda reception demaymiz. Qoplangan deymiz. Demak, floorni pastki tomoni, ya'ni bottom tomoni toilet and reception area bilan qoplangan. Bor degan. Moreover, demak, birinchi qoplangan strukturasini ishlatish uchun birinchi joyni aytamiz. Birinchi, masalan, o'ng tomon qayer? Birinchi pastki tomoni, umuman olyapman. Pastki tomon deganda chapam bunga ham kiradi. The bottom side of the ground floor demak bo'ladi. Qoplangan bo'lsa was occupied by deymiz. Qoplangan nima? Toilet and reception area. Shu struktura. Bundan tashqari shular qoplangan nima bilan? Ikkalasi bilan qoplangan. Pastki tomoni shular bilan bor degan, qoplangan yoki bor degan. Agar qoplangan hozir to'g'ri kelmayapti, lekin inglizchada shunaqa so'z bor. Demak, har bittasini bitta qopni aytdik. Endi uchta badiiy qilmaymiz, ikkalasini aytamiz birdaniga. Masalan, tepa tomonini aytadigan bo'lsak, hozir uni aytamiz. Ikkinchi tomonni aytadigan bo'lsak, masalan, in the demak remaining periods qolgan. Okay. Boyagi juda katta o'zgarishlarni amalga oshirdi. By the remaining periods qolgan davrlarda demak the floor demak had undergone degan o'zgarishlar boshlangan kechirdi. Qanaqa? Big changes. Katta o'zgarishlar boshdan kechirdi. Undergone. Qanday masalan, qanday o'zgarishlarni boshdan kechirdi? Birinchi bir boshdan boshladik. Xo'p, meeting room demak. Meeting room nima bo'ldi? Birinchi boshida ikkalasini yozamiz. Demak, meeting room living roomga almashtirilibdi 1985-2000 orasida va gift kartga almashtirilibdi hozirda 2001-2000 hozir orasida 2001-yilda deylik, hozirda ham turibdi. Demak, meeting room demak almashtirilgan was converted to boradi. Made into converted to bu ham living room katta narsa, lekin huge yoki endi large deymiz. Large living room demak qachon? From okay, from 1985 orasida almashtirilgan, 1985-yilda o'zi almashtirilgan, 2000-yilgacha turgan, shuning uchun boshini yozamiz. In 1985-yilda o'zgartirilibdi. And 2000 demak and was
made into o'zgartirilibdi. Buni nima qilamiz? Respectable qo'yamiz. Ya'ni birinchi meeting room large living roomga o'zgartirilibdi and gift cardga o'zgartirilibdi. Birdaniga ikkita otni yozdik, keyin qachonligini yozamiz. In 1985 and 2001 respectively. In 2001 respectively. U degani demak meeting room large living roomga 1985-yilda o'zgargan, gift cardga 2001-yilga o'zgargan. Keyingisi kitchen esa kitchen qoladi. Mayli. Kitchen yoki also kitchen demak kitchen did not demak remain stable or untouched dedik, o'zgarmagan, umuman o'zgarmagan. Remain stable deylik, demak kitchen remained stable bir turgan, demak from 1958-yildan to now hozirgacha umuman o'zgarmagan, bir xil turgan. Remains from to now present bo'ladi. Now qo'yaylik. Keyingisi normal past bo'lsak, demak assistant shop, assistant and secretary olib tashlangan va uni o'rniga flower turgan. Qanday bo'ladi? Demak qaranglar, endi assistant shop va sekretariyaning joylashuvi yoki joylashuv emas, mayli. Nima buzilibdi. Biz remote qo'ydik, demolish degan bitta so'z bor edi. Do'stlar, mana bu yoqqa qaradigan bo'lsak, mana remote degan demolished, remote. Mana demolish va remote ishlatdik. Demak, assistant's office and assistants and secretaries office demak were demolished. Qaranglar, ba'zi holatlarda ko'p bo'ladi. Nimadir buziladi, o'rniga nimadir quriladi. Aytishimiz kerak, assistant va secretary office buzildi va o'rniga flower qurildi. Deyishimiz kerak. U flower uchun bunday, flower uchun joy ochdi degan narsa kerak. U qanaqa bo'ladi? Bu demolish dedik, endi bitta variable qo'yib, joy ochdi, making a way, yo'l ochdi for flower. Shu strukturani ko'p ishlatamiz, ya'ni nima uchun joy ochdi, flower uchun joy ochdi, demak in 2001-yilda. Xo'p, keyingisi manager office-chi. Manager office birinchi bedroom 1 ga qaranglar, bunday desak bo'laydi. Manager office va reception area buzildi va nimaga yo'l ochdi? Bedroom 1 va bedroom 2 ga yo'l ochdi. Yoki birdan office and flower ga yo'l ochdi. Qaysi bir? Birinchi buni aytib keyin aytaman. Birinchi oxirini aytaylik birdan. Birdan mana o'rtasi shart emas mana. Bizga oxiri muhim. Demak, manager yoki o'ng tomonda, demak on the right side, o'ng tomonda manager office and reception area buzildi, were removed, olib tashlandi. Make yo'l ochildi, making a way. Yo, endi hammasini bittasini nima qilaylik? Kuchaytiraylik. Removed and demolished bo'ldi. Making a way for nima uchun?
office demak for birdan oxirini yozamiz. For office and flower demak at present. Hozirda nima qilingan? Bir daqiqa. Away for office and flower. Nima qoldi? Bitta toilet qoldi. Demak, buni mayli oxirigacha, demak, toilet, bathroom and shower ga o'zgartirilibdi 1985-yilda va play area ga o'zgartirilibdi nimada 2001-yilda. Lastly, o'zgartirilgan. Bizlar converted dedik yoki converted made into bor. Demak, toilet was made into bo'ladi. Made into demak bathroom bathroom and shower in birdaniga nimaga o'zgarganini yozamiz, keyin nechinchi yilda yozamiz, chunki respectively bo'lib ketadi. Bathroom and shower and bu holatda play area ga o'zgartirib, endi yilni yozamiz. In 1985 and 2001 in respective order. Buni ishlatishga endi oxirgisi qoldi. Respectively. Shu joy tushunarlimi? Respectively qilganimiz, demak, bilamiz 1985-yilda u bathroom and o'zgaradi, keyin 2001-yilda play area ga o'zgargan. Nima yozma, play made into respectively. Demak, shu oson. Aslida buni ham zo'r yozsa bo'ladi. Masalan, harftasini nima qilib, bedroom manga o'zgardi, lekin vaqt yo'q. Mana bu entersni ham tasdiqlasak bo'lar ekan. Qaraydi. Office uchun ishlatilgan and deb ketsa bo'ladi. Masalan, pastki qismida enters bor. Ya'ni kirish qismi pastda. Masalan, the entrance was located on the bottom pastda. Pastda joylashgan deb ketsak bo'ladi. Okay. Demak, xarita yozayotganman, xarita map tushib qolsa, birinchi qiladigan ishimiz birinchini yozasizlar, tasvirlasizlar. Bu bor, u bor, tez. 3 ta suratda zervas yoki shu joyda bor, zervas yoki shu yerda joylashgan, was located yoki shu tomon qoplangan. Ketdi, keyin o'zgargan. Bittalab yozib ketaylar. Mana shosh bir chekkasidan. O'zgargan yoki o'zgarmagan. Hech narsa bo'lmaydi. Shu. Esla, masalan, o'zbekchada masalan, o'zbekchaga aytaylik, inglizchasi esli keladi. Masalan, meeting room gift card o'zgardi. Made into bor, converted bor. Keyin u qo'shildi. Hammasini bittalab, xullas bularni esdan chiqmaslik uchun bugun beradigan ikkita uyga fanga yaxshilab, kuchliroq mehnat bilan yozsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Demak, uyga fikrimcha men sinemani hozirgi va 1980-yillik ko'rinishi va Pentland degan bitta orol bor. O'shani o'zgarishni yozamiz. Mana C bunga o'zgardi deysizlar. Mana bu Grassland uyga qurildi, Industrial area qurildi, park qo'shildi, park remote bo'lgan. Park, mana car park mana bu olib tashlangan. Juda ham katta o'zgarish bo'lgan, qaranglar. O'shani yozamiz. Thank you for attention. Goodbye.